Assalomu alaykum. Bugun Janubiy Koreyaning Inha universiteti kampusidamiz. Bu yerga O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalardan intervyu olish maqsadida keldik. Nima uchun Koreya? Koreya xavfsiz davlatlardan biri, yuqori texnologiya rivojlangan va dunyoga mashhur kompaniyalari ko'p davlat. Nima uchun Inha deganda birinchi navbatda o'quv programmalari, yo'nalishlar 68 dan oshiq bor va to'liq ingliz tilida ikkita yo'nalish bor va darsdan keyingi sport bilan shug'ullanish, mana kutubxonada o'qish, har xil to'garaklarga borish imkoniyati bor. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Inha universiteti kampusidamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekistondan kelib Koreyaning Inha universitetida tahsil olayotgan Muhammad Qodir bo'ladi. Muhammad Qodir, birinchi navbatda suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat aytamiz. Muhammad Qodir, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, qaysi yo'nalishda o'qiysiz, qachon kelgansiz, nechinchi kursda o'qiyapsiz? Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Qodir. Men Janubiy Koreyaning Inha universitetiga 2022-yil sentyabr oyida kelganman. Hozir 7-semestr, ya'ni 4-yilni tugatyapman. Mutaxassisligingiz qanaqa? Yo'nalishim IBT, ya'ni o'zbekchasiga xalqaro biznes va savdo. Demak, mana hozir 4-kurs. Xudo xolasa keyingi semestrga o'qishni tugatasiz. Meni esimda Muhammad Qodir 1 yillik 2 semestrga 100% grant olib kelgan edingiz. Bu yerda kelganingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Moslashishga qancha vaqt ketdi? Birinchi kelganimizda birinchi o'rinda ob-havosiga moslashish sal qiyin bo'ldi. Keyinchalik moslashdik 1 oy, 2 oy vaqt ichida. Keyinchalik shu 6 oy, 1 yil davomida koreys madaniyatiga moslashish, o'quv tizimiga moslashish ozgina qiyinroq bo'ldi. Keyinchalik moslashib ketdik. Bundan tashqari bu yerdagi o'quv tizimidagi raqobatga moslashishga ham biroz vaqt ketdi. 1 semestr, 2 semestr davomida bunga ham moslashdim. Hozir mana 4-kurs bo'lsangiz, boya gaplashib o'tirganimizda aytdingiz. Biz aytamiz, Inha universitetida grantlar 2 ga bo'linadi. O'qishda kirishda olish mumkin va o'qish davomida ham olish mumkin. O'qish davomida ham GPA ga qarab grant olish mumkin. Siz bu yerda shu GPA ga qarab grant ola oldingizmi? Xuddi shunaqa. Men birinchi kelishimda 1 yillik grant olgandim. Bu bitta turi. Keyin ikkinchi turi baland GPA ga qarab beriladigan grant bo'ladi. Men xuddi shunaqa grantdan adashmasam 4 marta yutib oldim. Bu o'quv darslarida olingan GPA, ya'ni baholarimizga qarab beriladi. 25% dan 100% gacha beriladi. Hozirgacha bir marta 50%. Bundan tashqari hammasida 100% grant olganman. Demak, mana Muhammad Qodir a'lo o'qigani tufayli, odobi tufayli mana o'qishga kirishda 2 semestrga grant olgan va bu yerda hozir 7 semestr o'qigan bo'lsa, shundan faqatgina yana bir marta 50% bu yerda tuition fee, ya'ni kontrakt to'lagan. Qolganida 100% grant bilan o'qidi. Biz juda ham xursandmiz bundan. Biz xohlaymiz shu talabalarimiz bu yerga kelib yaxshi ilm olsin, grant olsin, bir muvaffaqiyatlarga erishsin, o'qishni bitirgandan keyin toza yaxshi kompaniyalarga ishlarga kirishsin yoki O'zbekistonga qaytib borib O'zbekistondagi yaxshi kompaniyalarda ishlasin yoki o'zlarining bizneslarini ochsin. Bu bizni juda ham xursand qiladi. Endi Muhammad Qodir, bu 100% grant olish oson ish emas. Buni orqasida nima yotadi? Qanday qilib 100% dan doimiy grant oldingiz? Inha universitetida grant olish uchun eng birinchi narsa, menimcha, bu intizom. Har bitta darsga vaqtida kelish kerak. Professorlarga bergan topshiriqlarini bajarish kerak vaqtida. Imtihonlarga yaxshi tayyorlanish kerak. Birinchi intizom, keyinchalik bilim. Shu orqali grant olsa bo'ladi. Xo'p, endi raqobat ham kuchli. Xuddi shunaqa. Keyin baholash ham relative, Shunday. Relative baholash. Sizga yana kimlar raqobat bo'ldi shu 100% grant olishingizda? Raqobatchilar har xil davlatdan, shu koreys o'quvchilar bor, o'zimizda o'zbek o'quvchilar bor, yana shu Malayziyadan kelgan o'quvchilar bor. Keyin har semestr shu Yevropadan keladigan, Amerikadan keladigan o'quvchilar bor. Biz kurs olishimizdan oldin bilmaymiz kimlar bilan birga o'qishimizni. Har bitta kursga kirganimizda har xil odamlar bo'ladi, har xil davlatdan bo'ladi. Biz shunga qaramasdan shu raqobat qilishimizga to'g'ri keladi. Mana katta raqobat, bu ham 100% olish oson emas.
endi mana shu raqobatdan yutib chiqib 100% grant olgan Ahmad Qodir bir kunda o'rtacha o'qish uchun necha soat mana sarflaysiz odatda? Masalan, Inha universitetida dushanbadan jumaga o'qish bo'ladi. Mana darslardan so'ng vazifalar qilishga odatda necha soat sarflaysiz? Odatda universitetda darslarimiz haftada 3 kundan 5 kungacha bo'ladi. O'rtacha 4 kun bo'ladi deb hisoblasa bo'ladi. Bundan tashqari shu darslarga o'rtacha 2 soat, 3 soat atrofida kundalik vaqt ajratish kerak. Shu vazifalar, assignmentlarni vaqtida topshirish uchun. Demak, bir semestrda o'rtacha nechta dars olasiz? Biz bitirishimiz uchun har semestr 5 ta yoki 6 tadan kurs olishimizga to'g'ri keladi. Demak, 5 ta 6 ta kurs bo'lsa, ular 3 kreditli bo'lsa, demak, shu haftasiga 3 soatdan bo'ladi har bitta dars. Har birisi 18 soat dars bo'ladi degani bu. Masalan, 4 kunga qo'yilgan bo'lsa, 2 kun ikkitadan dars bo'ladi, bir kun bittadan 3 soatdan dars bo'ladi. Demak, har bitta darsga yaxshilab, demak, assignment vazifalarni topshiriqlar bajarish uchun 3 soat qo'shimcha o'qish kerak bo'ladi. Bunda degani o'rtacha bir kuniga o'qish va assignment qilish uchun 8 soatdan vaqt ketadi degani. To'g'rimi? Shunday. Yaxshi. Endi o'qish tizimida qanaqa, masalan, group proyektlar bormi? Group proyektlarda ishlash qiyinchilik tug'dirmadimi? Endi har xil davlatdan kelgan talabalar, madaniyatlarda farq bor, ingliz tilining darajasida farq bor. Har semestr shu 5 ta 6 ta darsimiz bo'lsa, ulardan kamida ikkitasida shu group proyektlar bo'ladi. Guruh bilan proyekt qilish, har xil biznes g'oyalar yoki shunga o'xshash narsalar qilish bo'ladi. Shunda biz har xil qanday aytsa bo'ladi, shu ko'rsatishga ega o'quvchilar, nimadir yaxshi o'qiydigan, yaxshi o'qimaydigan o'quvchilar bilan tushib qolishimiz mumkin. Har xil millatdan, har xil davlatdan bo'lgan o'quvchilar bilan tushib qolamiz. Ingliz tilisi yaxshi bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Shunday holatda ham shu o'zimizni berilgan topshirig'imizni vaqtida bajarsak, guruhda liderlikni qo'lga olsa, yaxshiroq natijaga erishsa bo'ladi. Yaxshi. Demak, bunga ham o'sha har xil davlatdan kelgan talabalar bilan muomala madaniyati, communication skills deymiz, soft skilllar yaxshi bo'lsa, o'sha guruhda ham qaysidir vaziyatda leadership skillni ko'rsatish kerak, liderlik sifatlarini qaysidir holatda o'sha member bo'lish kerak, to'g'rimi? O'shani a'zosi sifatida. Yaxshi. O'zi umuman mana darslar bor. Mana Inha universiteti kampusini ko'ryapmiz, juda ham chiroyli. Mana kutubxona bor, yotoqxona o'zida, o'quv binolari, laboratoriyalar, mana coffee shop yoki oshxonalar, dam olgan hamma joylar bor. Endi darsdan keyin talabalar shug'ullanish uchun qanaqa sharoitlar bor? Siz o'zingiz nimalarga qatnashdingiz? Men asosan futbolga qiziqaman. Shuning uchun deyarli haftada 2 kun yoki 3 kun futbol o'ynashga chiqamiz. Shu salqin paytlar, yilda issiq paytlar chiqamiz. Qishda kamroq chiqamiz futbolga. Bundan tashqari har xil til kurslari bor. Ingliz tilini rivojlantirish uchun, koreys tilini o'rganish uchun. Bundan tashqari har xil bepulga amalga oshiriladigan sayohat dasturlari bor. Koreys madaniyatini o'rganish mumkin. Har xil joylarga borib sayohat qilish mumkin. Universitet tomonidan bu tashkillanadi. Juda yaxshi. Demak, darsdan keyin ham talabalar hayoti qiziqarli bo'lishi uchun sport bo'yicha madaniy tadbirlar, sport tadbirlari yoki o'sha qiziqishlari bo'yicha to'garaklar bor, talabalar o'zi tuzgan. O'sha ingliz tili bo'ladimi, koreys tili bo'ladimi yoki boshqa fanlar bo'ladimi? Siz mana endi Koreyani bilamiz, tabiati juda ham chiroyli. Qaysi joylariga sayohat qildingiz? Mana 3,5 yil bo'ldi kelganingizga. Ko'p sayohat qilgan bo'lsangiz kerak. Koreyaning ko'p joylari bordim. Asosan biz oyida kamida bir marta Seulga boramiz aylanish uchun. Bundan tashqari Busan, yana Daejeon, yana boshqa shaharlarga borganman. Jejuga borganman, Jeju oroliga. Juda chiroyli joylar. Juda ham yaxshi. Endi Koreyaning 70% tog', tog'lari ham yashil daraxtlar bilan qoplangan. Mana Jeju oroli deb aytib o'tdim, Muhammad Qodir. Koreyaning janubida joylashgan, juda ham go'zal orol. 4 fasl o'ziga xos, 4 faslda ham borsa bo'ladigan. Endi mana Koreyada o'sha jamoat transporti qanchalik rivojlangan, affordablemi, ya'ni arzon, qulayligi qanaqa? Mana ko'p joylarga sayohatga boribsiz. Shu haqida gapirib berasiz. Koreyada jamoat transporti birinchidan juda aniq ishlaydi.
shu har xil kakao map, yana boshqa never maplarga qarab tekshirilsa, o'sha aytilgan vaqtida o'z jadvali bo'yicha keladi. Shu darslarga kech qolish yo bo'lmasa boshqa planlashtirilgan joylar kech qolish bo'lmaydi. Doim tartibli bo'ladi. Ikkinchidan toza bo'ladi doimiy. Keyin sifatli yangi mashinalar bo'ladi. Jamoat transportidan umuman muammo yo'q. Bundan tashqari narxlari ham qimmat emas. Reasonable deymiz, affordable, reasonable. O'shali Koreyani bilamiz. Xavfsiz, toza davlatlardan bu ham demak o'shali yaxshi o'qish, sayohatga bemalol borib kelish imkonini beradi. Xo'p, o'zi mana Koreyada sizga yoqqan 3 ta narsani aytib o'ting. Koreyani tabiati yoqadi. Keyin eng asosiysi menga universitet yoqadi. Inha universiteti. Keyin tabiatdan tashqari shaharlar yoqadi. Seul shahri. Seulga Inha universitetidan qancha ketadi borishga? Borishga 1 soat, 1,5 soat atrofida ketadi. Metroda borilsa 1,5 soat, shaxsiy mashinada borilsa yarim soatdan 1 soatgacha. 1 soatgacha vaqt ketadi. Endi mana nima uchun Inha universiteti degan savolga keldik. 3 ta sababni aytsangiz. Inha universiteti top universitetlardan biri, intellektual kiradigan universitet. Yani dunyo reytingida 640 o'rinda turibdi. QS reytingida Koreya top universitetlaridan biri. Keyin yaxshi lokatsiya, yaxshi joylashuvga ega. Incheon shahri chekka joy emas yoki umuman qimmat joy emas. Seuldek universitetlarda o'qilsa, kvartira narxlari, yashash narxlari qimmat bo'ladi. Incheonda bo'lsa, shu kvartira narxlari arzon, yashash nisbatan arzonroq bo'ladi Seulga nisbatan. Lekin chekka joy emas. Shu Seulga, boshqa shaharlarga, aeroportga juda yaqin joy. Ikkinchisi lokatsiya bo'lsa, uchinchisi shu madaniyat yoqadi. Shu yerdagi odamlarning munosabati, shunaqa narsa. Men ham shu Muhammad Qodir fikrlariga qo'shilaman. Birinchisi o'sha Koreyada umuman tabiatni aytdik. Mana Inha universitetining joylashuvi, sharoitlari, keyin madaniyati. O'zi umuman har bitta joyda qaralsa, o'sha odamlar navbatga turgan. Bu jamoat transporti bo'ladimi yoki bankda ishini bitirgani bo'ladimi? Yoki birovni tinchini buzmaydi, masalan, ortiqcha baqir-chaqir yo'q. Bir-birini baribir hurmat qiladi. Hamma protseslar to'g'ri qo'yilgan. Juda yaxshi. Muhammad Qodir, bu yerda o'qib nimalarga erishdingiz? Mana Koreya Inha universitetida shular haqida gapirib o'tsangiz, masalan, deylik, bu yerda odam ham ilm oladi va kundalik hayot ham bor, ham musofirchilik deymiz. Shulardan kelib chiqib, nimalarga erishdingiz, nimalarni o'rgandingiz? Qanday o'zi inson bo'ldingiz hozir? Birinchi o'rinda shu universitetdagi darslarimiz, shular orqali o'z soham bo'yicha bilim oldim. Ikkinchidan, ko'proq mas'uliyatli bo'ldim deb o'ylayman. Chunki oilamizdan uzoqda yashaymiz. Har bitta narsamizni, kundalik hayotimizni, uyimizni o'zimiz tartiblashimiz, o'zimiz qarashimiz kerak bo'ladi. Darslarga vaqtida kelishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, shu o'zimizni moliyaviy holatimizni ham doim kontrol qilishimiz, tekshirishimiz kerak bo'ladi. Shu buni hammasi shunga taqaladi. Shu erkinlik, ya'ni o'zini kontrol qila bilish. Bu nima erkinlik deganining tangan ikkinchi tomoni bor. Bu mas'uliyat ham yuklaydi. Mas'uliyat. Erkinlik degani bu demak ota-ona sizni ishonch bildirib chet elga o'qishga jo'natdimi? Bu odam yelkasiga mas'uliyat ham yuklaydi. To'g'rimi? Ham moliyaviy tomondan o'sha xarajatlarini nazorat qilish, ikkinchidan yaxshi ilm olish, foydali ish bilan shug'ullanish, ya'ni o'sha vaqtdan unumli foydalanish, time management deymiz. Bu orqasidan odam mas'uliyatni sezishni boshlaydi. Bu o'z-o'zidan o'sha mustaqil fikrlashga olib keladi. O'zi mana chet elda yurganda, demak, har xil millat, har xil madaniyat uchratadi odam, gaplashadi. O'shalik oldingi masalalarga boshqacharoq nuqtai nazardan qarash boshlanadi, to'g'rimi? Endi mana Inha universitetida o'qishga kelmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Mana hozir siz bu yerda 3,5 yil o'qidingiz. Ularga ham juda ham qiziq bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda Koreyaga kelishni xohlagan o'quvchilarga tilini, madaniyatini o'rganishni tavsiya qilaman.
Ikkinchidan, o'zlari topshirmoqchi bo'lgan sohalari bo'yicha o'rganishlarini, shu bo'yicha iloji bo'lsa sertifikatlar olishlarini tavsiya qilaman. Misol uchun, ingliz tili bilan bu yerga o'qishga kelish xohlasa, IELTS olishni yoki boshqa ingliz tili sertifikatlari olishni tavsiya qilaman. Bundan tashqari, SAT sertifikatini olishni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda ko'p darslar matematika, shunga bog'liq fanlar bo'yicha bo'ladi. Shuning uchun IELTS, SAT kabi sertifikatlar bo'lishi tavsiya qilinadi. Keyinchalik qiynalmasliklari uchun. Juda yaxshi. Endi Muhammad Qodir, mana o'qishni bitirishingizga yana bir semestr qoldi. Keyingi rejalar qanaqa? Keyingi rejalar hozircha ikkita planim bor. Shu Koreyada o'qishda davom ettirib, Inha universitetida magistratura o'qish yoki boshqa davlatga, Avstraliyaga o'qishga ko'chirishni plan qilyapman hozir. Ko'ramiz. Yaxshi, Muhammad Qodir, sizga o'qishlaringizda, keyingi kelajakdagi ishlaringizda omad tilaymiz. Sizlarni hammalaringni Inha universitetiga taklif qilamiz. Biz Inha universitetining bir qismi biz. Toshkent shahridagi Inha universitetida ofisimiz bor. Bizning xizmatlarimiz hammasi bepul. Demak, Inha universiteti to'g'risida ma'lumot beramiz. Suhbatga yozamiz. Suhbat onlayn bo'ladi Inha universiteti professorlari bilan. Va hujjatlarni ham Toshkentdagi ofisimizda qabul qilamiz. Demak, Inha universitetida o'qimoqchi bo'lganlarni hammalarini taklif qilamiz. Rahmat.